Namaskar, ya'ni assalomu alaykum. Sizlar bilan yana bir hafta o'tib Hindi shouda uchrashib turibmiz. Qarshingizda Farina Oybekzoda, efirda esa yana Hindi show va biz boshlashga tayyormiz. Sabki Barati Ai 1999-yilda ekranlarga chiqqan Jonim Samja Karo, ya'ni tarjimasi Jonim tushunishga harakat qil. Bu filmning eng mashhur qo'shiqlaridan biri hisoblanadi. Bosh rollarni Salmonxon va Urmila Matondkar ijro etgan. Qo'shiqni kuchli va ta'sirchan ovoz sohibasi Jasbir Navro'z kuylagan. Musiqasi mashhur bastakor Anur Malik tomonidan yaratilgan. Qo'shiqning mazmuni sevgan insonini kutish va uni yecha olmaslik haqida bo'lib, ayniqsa to'y manzaralari bilan muhimlar haqida joy olgan. Raqqosa Gulandon Quronboyeva o'z talqinida namoyish etadi. Marhamat. Assalomu alaykum. Gulandon opa, yaxshimisiz? Hormanglar. Kayfiyatlar qalay? Avvalambor, dasturimizga xush kelibsiz. Bugungi chiqishingiz o'ylaymizki juda ham chiroyli va tomoshabinlarga ma'qul keladi. Demak, sizga Urmila Matondkar obrazi tushgan, ya'ni ularni siz bugun sahnada gavdalantirasiz. To'g'risini aytsam, rasmlarni ko'rganimdan keyin o'xshash chehra deyarli birga masalan, lekin hozir mana juda o'xshaydi. Mabodo qarindoshlari emasmisiz yoki qarindoshlik aloqalari yo'qmi Urmila opa bilan? Aktrisa, lekin shu darajada o'xshashimni endi bildim. Haqiqatan men bu grimdan keyin ko'zlari, balki hozirgi holatimda ko'rib, rosa o'zim ham qaranglar. Juda ham o'xshaydilar. Xuddi bir opa-singilga o'xshaysizlar. Bular opa-siz singil. shunaqa o'qilar ketdim. Boshda kelganingizda pardozni bazasini o'zingiz tayyorlab oldingiz, lekin asosiy kiyim detallarni Malika opa grimyorimiz to'g'rilayaptilar. Ko'proq nimaga ahamiyat beryapsiz? Grimda unchalik qiynalmadim, chunki o'zlari ham juda ham o'xshar ekanlar. Ozgina mekaplarni to'g'rilab, kamchiliklarni to'ldirdim, bo'ldi xolos. O'ylaymizki, bugungi shou dasturimiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Aynan raqsga boy bo'ladi. Gulandon Quronboyeva ham raqqosalar, pedagoglar, shogirdlaringiz ham kelgan. Shundaymi? Ular uchun ham bir yangicha amaliyot bo'ladi. O'ylaymanki, maksimal darajada harakat qilamiz va xuddi shu uslubda yetkazib berishga inshaalloh. Demak, qaysidir ma'noda shogirdlaringizga ham bu sinov bo'ladi, amaliyot bo'ladi. Amaliyot. Hozir aytdim, 6 soat davomida o'ynaysizlar desam, bizni ertalabdan kechgacha shug'ullansak ham kechqurun hech narsa bo'lmaganda turishimiz kerak bo'lardi. Ko'ramiz. 6 soatdan keyin qanaqa ko'rishga ega bo'lamiz. Endi qarang, baribir ham raqsda harakat juda ko'p bo'ladi, energiya ko'p sarflanadi. Shu o'rinda yana bir savolim bor. Raqslarini bittada eslab qoldingizmi yoki bu yerda asosan o'zingizni chiqishingizni ko'rsatasiz? To'g'risini aytsam, kechasi bilan yodlashga, takrorlashga harakat qildim. Qiyin harakatlar juda ko'p. Lekin agar davomiy takrorlasa, menimcha o'xshatamiz. Demak, zo'r shou bo'ladi. Kutinglar, kuzatinglar, tomosha qilinglar. Men sizlarga xalaqit bermayman. Pardoz tugagandan keyin albatta libosda, ya'ni libos jarayonida yana ko'rishamiz. Rahmat. Demak, azizlar, Urmila Matondkar tayyorlar. Libosga gap yo'q. Azizlar, ko'rib turibsizlar, menimcha mana shu yerda rasmni chiqarib beringlar aktrisamiz Urmila xonni va ko'rasizlar qanchalik o'xshashlik bor ekanligini. Juda ham go'zal, liboslar juda ham yarashibdi. Endi bu liboslarni qayerdan oldik? Buni bilsak bo'ladimi?
Bizga har doimgidek xincha liboslarni olishimiz uchun Endi Nilufarxon opamiz yordam beradilar. Ularga kattakon rahmat aytib qolamiz. Albatta biz har doim har ko'rsatuvda ularga o'z tashakkurlarimizni bildirib qolamiz, chunki mana shunday chiroyli hind liboslari bilan bizni qo'llab-quvvatlab turibdilar va mana shu liboslar Hindistondan keladi. Ha aytgancha. Oynada o'zimni ko'zimni uzolmayapman, shu kelindek his etdim. Har tomonlama mana bu har bitta taqinchoqlar deyarli bir o'xshagan. Va bu sizni xursand qilyapti va obrazga yana ham kirishingizga ko'mak beradi. Shogirdlaringiz sizni ko'rishdimi? Yo'q. Siz ularni ko'rdingizmi? Tayyor bo'lganlarni. Ozgina ko'rdim, yodib yurishdi. Chaqirsak bo'ladimi? Chaqirib yuboring. Qizlar, Mana. boshi. Gapiravering. Boshi chiroyli bo'pti. Judayam chiroyli. Ayniqsa kiyimlaringiz, boshi. Qanaqa fikringlar, qanaqa emotsiyalar bor? Menimcha hozir ayni paytda hamma shogirdlaringiz sizga shunday tikilib turishibdi va havas qilib turishibdi. Shunday go'zal, latofatli ustozimiz bormi deb. Xo'sh, nechta shogirdlar bu yerda? 8 ta. Raqslarni tayyorgarlik ko'rishga ulgurdinglarmi? Ertalab 9 dan kelib shug'ullanishyapti. Demak, Hindi show boshlandi. Bu bo'yalmagan versiya, bu bo'yaladi. Yana bitta. Ikki kun oldin taklif qilganda qaysidir ma'noda ishonmadim, chunki bu katta tayyorgarlik. O'quvchilarimiz 1-2 kun qolib, ular bilan trenirovka, repetitsiyalar qilishim kerak. O'shan o'yladim. Birinchidan ozgina meni qo'rqitdi. Keyin 1 kun qoldi, telefon qilishyapti. Ertaga kelsangiz bo'ldi. Nima kiyim olib borishimiz kerak, sochimizni nima qilishimiz kerak, nima. Shunday kelasiz bo'ldi. Mana shu loyihani bitta menga yoqqan narsasi shunday bo'ldiki, shunchaki kelib ijro etib bersangiz bo'ldi. Endi biz o'rganib qolganmiz raqsda. Hammasini sochidan tortib oyog'ini uchigacha, oyoq kiyimigacha oldindan rejalashtirishimiz kerak. Lekin rejam bo'yicha bo'sh vaqt yo'q edi-da. Shunaqa oson bo'lib ketdi. Hammasi o'z-o'zidan bo'lib, hammasi xayrli bo'ldi. Yo'q. Tez bo'lish kerak. Yana bitta. Ya nabur yo'qoling. Yo, bizada. Nabur fokus. Bo'ladi, sizda yaxshi hammasi. Birinchi yo'qoq. Yo, ochilishi hali bor. Nima ochilishi? Qarang. Ochdik. To'xta. Ma'mur, ketib qolding. Hali emas. Qo'l yana bitta. Ochdik. Yuzini ochdik bo'ldi. Turaveradi. Turaversa men aytaman, sekin uzoqlash deb aytaman. Ayta, uzoqlasham. Sekin. Juda ham sekin. Bo'ldi, bor. Zo'r. Mana endi bo'ldi.
chet el safarlarga borganda ko'plari o'zi yoki indoneziyalik yoki hind deb o'ylashardi. O'zbekiston desam endi o'sha paytda tushunmasdi, Pokiston deb o'ylashardi-da. Lekin mana shu aktrisaga o'xshashimni o'zim ham hayron qoldim. Ko'zlarimiz hammasi o'xshash, ya'ni aytolma. ChatGPTga bermadinglarmi? Bu qiz kimga o'xshaydi deb chiqarib bermadimi? Navoda sizlarga deb savol berdim. Lekin haqiqatdan o'xshash tomonlarimiz bor ekan. Olaylik. Mana shu. Chiroq tepadan tushgandek. To'g'riga. Atak bo'ladi mana shu. Bo'ladi. Umuman hind filmlarini yoshligimizdan juda ham yaxshi ko'rardik, hattoki qo'shnimiz bo'lardi. O'sha paytda rangli televizor bo'lardi, bizda oq-qora bo'ldi. Ularni uyiga borib, aynan shu filmlarni tomosha qilardik. Ko'rganman, sizda bo'lsa bunaqa rasmlarni yig'ardik, hind aktrisalarini kichkina daftarlarimizga o'sha paytda ko'rganmiz. Dastavval o'zim qilishga harakat qildim, chunki har doim ham kimlarnidir makiyaji menga yoqmas edi. Lekin mutaxassis ekan. Shunda olib video rasmlarga qarab, to'g'ri joylariga aynan kerakli ranglarni berdi. Libosda undan ham ko'proq o'xshab ketdim. O'shaning uchun professional bu professional. Shu narsaga qoyil qoldim. Qilavering. O'zi, aha. Вот так. Yaxshi. Bu zo'r. Endi rosti, Liboslarida mo'h chehra bilan ko'p gaplashdik. Har bitta detallarigacha ahamiyat berdilar. Hattoki taqinchoqlarni ham 30 ta 40 ta taqinchoqdan aynan siznikini tanlab oldim dedilar. Bu borada menga juda ham yengillik bo'ldi. Xullas aytganda har tomonlama qilingan asar bo'ldi-da. Grim, libos, o'ylaymanki tomoshabin buni yaxshi baholaydi. Voy, bora. birinchi o'pcha olamiz. Urishtadigan. Ikkisi. Bo'ldi. Aynan raqs ustozi bo'lganim uchun menga plusi bo'ldi deb o'ylayman. Bizni payshanba kuni eshitgan bo'lsak, shu kuni darsdan keyin yarim soat qolib shug'ullandim-da. Keyin qizlarga uyga vazifa berdim. Ishonasizmi, har biri 5 tadan video tashladi. Har biri o'zi videoga o'zini olib tashashdi. Hattoki syomka kuni ham 1 soat oldin kelish. Hozir ham ketishmayapti. Ketinglar desam ham. Qaysidir ma'noda shogirdlarimdan faxrlandim o'zim. Hozir mana 5-6 soatdan keyin boshlashadi menga uf deyishdi deb o'yladim. Lekin unaqa bo'lmadi. O'shaning uchun ham balki yengil, mazza qilib ishladik. Aylanamiz. Ketdik. Yelka. Ketdik.
bor batur. Ketdi, sezmalandan. Aylanamiz. Ketdik, qo'l. Tepa qarab qo'ying. Bizda raqsda shunaqa narsa bor postanovkani ijro etgandan ko'ra o'zimiz sahnalashtirgan tezroq bo'ladi. O'zimiz sahnalashtirib tez o'rganib ketishimiz mumkin. Bu yerda birga bir qilish kerak bo'ladi. Balkim qaysi joyda aniq xuddi shunaqa bo'lmagandir. Ya'ni aytganingizdek biz o'zimizning talqinimizda bo'ldi, lekin biz harakat qildik. Raqslarni xuddi chet elda tilini o'rganishdek ko'raman. Misol uchun o'sha raqsni o'zimizda his qilib ko'ramiz. Qanchalik bu to'g'ri bo'ldi-yo bilmayman, lekin bu bizga yangi bilim bo'ldi. Yangi neyronlarni kashf qildik o'zimiz uchun. Menga juda ham qiziqarli bo'ldi. Bu biz uchun shunaqa yangilik bo'ldi ba'zi bir harakatlar. Marta stop qildim ha? Ya, bopladingiz. Chapdan boshlar ekansiz. Yana bitta. Yana bitta. Chapdan boshlanyapti-da, lekin o'nda tugayapti. Turgan joyda, to'g'rimi? Qaranglar, Men qaysi o'zim joy? aytaman, siz oldinroq aytib boryapsiz. Ha, bildim. Ketdik. Bor, bor. Runik. Ancha bo'ladi bunaqa katta muddatli syomkada qatnashmaganim, lekin har bitta narsa men uchun amaliyot bo'ldi. Harakat qildik chiroyli narsa qilishga. Charchash bo'lmadi-yu, lekin baribir energiya ketdi. Chunki sahnada 3 soat raqsga tushgan bilan kamerani oldidagi jarayon bu juda 2 qissa ko'proq energiyani oladi. O'shaning uchun ozgina charchadim. To'g'risi. Yana qancha bor? O'zimcha 5 ta ketaman deb o'yladim. Halimas. Ketdik. 1 2 aylandik. Ras. Boshqatda men yopib tashladim. Anaqa, seni yuzingi tushmaydi-yu, menda qarab tursanglar ham bo'ladi lekin. Men to'sib qo'ymasanglar bo'ldi. 1 2 aylanib o'tdik. Yopmanglar. Sen yopmaymiz, yop. Yana bitta. Shunaqa o'xshadi. Dilnospa ham voy, shunaqa sinxronniy bo'ldi, voy degani yana qizlar молодцы devordim-da. O'sha jarayon zo'r bo'lgan. Bilgan bo'lsangiz, syomkani oxirigacha bo'lmadilar. Ketganidan keyin ularni nimasini sezdim, kerakligini. Lekin biz uchun ruschada aytgan tretий глаз deydi, 3-ko'z kerak bo'ladi xoreograflar uchun. O'shaning uchun ham xonalarda har doim bizda oyna bo'ladi-da. Oynaga qarab siz o'zingizni bilish, bu yerda oyna yo'q. Kamchiliklarni ular ko'ra oladi va bizga yeta oladi. Agarda shu inson bo'lmaganda o'zim 20 ming marta ekranga qarashim kerak bo'lardi, vaqtimiz ham cho'zilib ketardi. O'shaning uchun xoreograf bo'lish juda muhim ekan. Yana bitta olaylik. Ketdi deysiz, xo'p. Yur, Akmal aka. Ketdik. Stop. Ulgurmay qoldingiz. Ketdi deganlarda to'xtab qoldingiz. Ketdik. Yuraveramiz. Yaxshi. Zo'r, bana, bor. Bo'ldi. Nima qilaylik? Dальше. Tezroq olaylik. Ketdik. Boramiz. Lekin maymun tayyorman deysanda, Ya, botda aka holati bor-ku. ketdik. Boramiz.
Bo'ldi. Pastga qasam qilishamiz. Syomka jarayoni tugadi. Bu klipni, bu musiqani o'zimni talqinimda ijro etdim. 100 ta odam bo'lsa, 100 ta fikr, tanqidiy fikrlarni ham eshitishga tayyorman. Bu bizni o'stiradi. Agar yaxshi gaplar bo'lsa, men bundan xursand bo'laman. Shuning uchun albatta tomosha qiling, baho bering, subyektiv fikringizni qoldiring. Men faqat bundan xursand bo'laman. Qay darajada o'xshadi, o'xshamadi, sizni kommentariyalaringizdan bilib olamiz. Marhamat, klipni tomosha qiling. सबकी बारात आई, सबकी बारात आई, डोले तो दीवाना, तूने मन बना के हमको लगाना, सबकी बारात आई। Hurmatli teletomoshabinlar, siz Milliy telekanalda Hindi Show dasturini tomosha qildingiz. Sizlar bilan keyingi hafta ko'rishguncha. Hindi Show, Hindi Show.